Assalomu alaykum do'stlar. 2025-yil traktorimga konserv o'rnataman deb yurgan akalarimizga shu videoda jo'natib qo'yasizlar. Mehnatimiz uchun bitta like bosib qo'yasizlar. Obuna bo'lmagan bo'lsalaring obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa konservimizni traktorimizga sinopga qilyapmiz. Shuni video rolikga qo'yib video davomida sizlarga ko'rsatib boramiz. Effekt qanaqa bo'ldi? Qanaqa ish berdi? Yaxshi bo'ldimi? Hammasini batafsil bugungi videomizda ko'rib chiqamiz. Hozir traktorimizga sinopga jarayoni ketyapti. Texnikamizni yurgizib, konservlarni ishlatib ham ko'rsatib video obzor tayyorlaymiz. Shularni ham sizlar bilan birgalikda ko'rib boramiz. Hozir ish jarayoniga kelganmiz. Konservni traktorimizga sinopga qilyapmiz. Shunaqa texnikalaring bo'ladigan bo'lsa, konserv o'rnatib berishni sizlarga ko'rsatib, tushuntirib qo'yamiz. Ustasi ham o'zimiz sekin hammasini o'rganib qo'yyapmiz. YouTube'da hali bunaqa video hech kim qo'ymagan ekan. O'zbek blogerlardan, traktorchi blogerlardan birinchi biz qo'yyapmiz. Bitta like bosishdan chiqmasin, mehnatimiz uchun sizlar bizga motivatsiya patdeshga bo'lib turadi shu bitta like'laring. Xo'p. Komplekt naborlarini ko'rib turibsizlar. Mana shu holatini zavodskoy konservda olib keldik. Toshkent Sergeli bozoridan olib keldik. Hamma yo'g'ini hisob-kitob qilib daftarga yozib turibmiz. Hozirgi holatlarini konservimiz qanchaga shu texnikaga o'rnatganini ham sizlarga aytib tushuntirib boramiz. Pullarni ham sarf hisobini oxirida chiqaramiz. Qancha ketganini aytib o'taman oxirida. Chunki hozir aytib o'tsam ham bo'ladi. O'sha hamma yo'g'ini bitta hisoblab aytganim yaxshiroq akalar sizlarga. Ish bermaydi deyotgan akalarimiz biz ish berayotgan narsani xudo xolasa qilyapmiz. Bitta akamiz qo'ygan ekan. Shundan maslahat olsak, uka bo'ladi. Qanaqa bo'ladi dedi. Shu texnikani o'zini zavodskiy konservdan qo'yish kerak dedi. O'sha texnikani shu o'zini zavodskiy konservdan qo'yilyapti. Hop, bu yerda ancha o'zgarishlar bo'lyapti. Mana ko'rib turibsizlar, konservda radiatori. Bu radiator o'zini zavodskiy radiatori kichkina bo'ladi. Bu ancha katta, buni tomga o'rnatamiz. Tomga. Asli zavodskiy konservda radiatori mana nega maslinniy radiatorda o'rniga o'rnaydi. Maslinniy radiatorda o'rniga. Biz buni hozirda tomga qo'yamiz. Tomga nimaga qo'yamizki, beyda eski vipska texnikada joy yo'qligi uchun tomga, stunupga chiqariladi. Nima deysizlar akalar? Shu qilayotgan ishimiz ish beradimi? Kommentariy ochiq savol-javob qilsak, o'zimiz uchun ham eksperiment hali bu ishni qilib ko'rmaganmiz. Usta ham o'zimiz shunaqa. O'zimiz ham texnikani ishlayveramiz. Nima deysizlar? Qilsak ish beradimi? Texnikamizni ham ichini yon atrofini ko'rsatib qo'yaylik. Xo'p, hozirda nima-nimalar o'zgarishini ham aytib o'tamiz. Ko'rsatib qo'yaylik. Hozir bu texnikaga bu tomonlardan pompa olindi. Termostat tushadigan olindi, o'zingga tushmas ekan. Xo'p, yana nimalar bo'ldi? Vozdukhtalik olindi. Buni oldik. Endi shu texnikamizga xudo xolasa stonovka jarayonlarini qo'yib boramiz. Kabinani ham ichini ko'rsatib qo'yamiz. Mana shu texnikamizga xudo xolasa konservlarni stonovka qilamiz, uydalarni ham qo'yib boramiz. Hammasi qanaqa holatda ish berganlarigacha aytib tushuntirib boramiz. Ko'rib turgan konservlaring shu zavodskiy o'zini konservdan bo'lyapti, o'sha Belarusiyani o'zini zavodskiy konservdan. Men traktorimda ham xuddi shunaqa konserv chiqqan. Prosta bu radiatori meniki bega o'rnagan, bu endi tomga o'rnayapti. Shu tomonlari bor. Shunaqa issiqda qiynalib yurgan akalarimizga shu videomizni jo'natib qo'yasizlar. Maza qilib texnikada salqinda endi konserv ichida yurishadi. Uydalarni ham qo'yamiz, yozda issiqda ham konserv yurgizib, graslarni qo'yib ham o'lchab beramiz. Shu tomonlargacha video obzor tayyorlaymiz. Shu bitta like bosib qo'yasizlar mehnatimiz uchun, yaqinlarga jo'natib qo'yinglar, obuna bo'lib qo'ysizlaring xursand bo'lamiz. Doim paddeshkada turibsizlar, bundan beri ham paddeshkada turinglar. Bu konservimiz ham pechka, ham konserv vazifasini bajaradi. Bu tomondan konservni kiruvchisi, bu tomonda pechkani kiruvchi chiquvchi. Ikkita haligi turibdi. Ham pechka, ham konserv sifatida foydalansalaring bo'laveradi. Yangi texnika bo'ladigan bo'lsa, nechinchi yil chiqqan konserv? Gideta bir o'tgan yili 24-23 larda konserv bor, yangi vipskalarda. Undan ag'ida, men o'ylashim bo'yicha undan ag'ida
konditsioner bo'lmaydigan bo'lsa, texnikangiz qo'ysangiz maza qilib foydalanasiz yangi texnikalarga. Ularda ancha qiyinchilik bo'lmaydi. Qiyinchilik ko'p bo'lmaydi. O'zi deyarli zavodskiy o'rinlari bo'ladi. Shunaqa zavodskiy o'rinlari bo'ladi. Hozirda bu konditsioner 12-20 ni konditsionerni qo'yganmiz, qo'yyapmiz. Nimaga 12-20 ni konditsionerni qo'yilyapti deslaring, biz Sergeli mashina bozoriga bordik, zapchast bozoriga borsak, MTZlar qolmagan ekan, 82 lar qolmagan ekan. Shuning uchun shuni olib kelib ustanovka qilyapmiz. Buning ichidan shu chiqargan xolos, agar 82 nikini oladigan bo'lsangiz, bitta shkipi bo'ladi. Shu holat ichida bitta shkipi bo'ladi. Krenshtel bilan bitta shkip bo'lar ekan. Hozirgi holati mana shu naburlari. O'zi yangi yupska texnikani bo'sh qiynamaydi. O'zi ancha oson bo'ladi-da. Juda ham ancha osongarchilik bo'lar ekan. Ko'rib turishlaring mumkin, hozirgi holatda texnikada yangi yupska texnika bo'ladigan bo'lsa, bu ishni qilishlaring shart emas. Eski yupska bo'ladigan bo'lsa, albatta qilishlaring kerak. Termostat turadiganni birinchi o'rinda almashtirasizlar, chunki bu yerga konditsionerda motori tushadi. Bundan keyin ikkinchi qiladigan ishlaring shkipni almashtirasizlar, nimagaki remin ikkita tushishi kerak. Eski yupskada bittalik remin bo'lardi, hozir bunda ikkitalik remin tushadigan qilishlaring shart. Shu holatlarini qilib o'tasizlar. Keyin vozdukni buni ham almashtirganimizning sababi vozdukni trubasi deb ketaylik. Bu yerdan qaytgan bo'ladi, meneydan hamda qaytgan bo'ladi. Shuning uchun kichkina ixchamlik uchun shuni qo'yildi, buni ham qo'yilyapti. Agar yangi texnika bo'ladigan bo'lsa, bularni qilish shart emas. Agar bo'ladigan eski texnikaga qilaman degan bo'lsalaring, bu shart. Men ham traktorga mana shu deflektordan qo'yib olsam bo'lar ekan. Merstikimi, shunaqa ekan. Juda ham ajoyib turar ekan. Xo'p, zavodskiy holatda deflektor bo'lmasa ekan, bu yerda ochiq katta bo'ladi. Shunga endi samodelniy qilib ustanovka qilamiz, uydalarni ham qo'yib boramiz. Ko'rib turibsizlar. Deflektorda. Lekin vaqt zo'r turar ekan. Biz ham traktorga qo'yib olsak bo'lar ekan, aka. Qiziqdim shularga ham, xudo xolasa. Videomizni qism-qism qilib qo'yib boramiz. Sizlar ko'rib borasizlar. Bizda mehnat, sizlardan ko'rish, bitta like.